Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun bizga korobka holatdagi ikkinchi etajda skvoznoy uy kelib qoldi. Qisqacha obzorni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, kirganimizda sanuzel ham kattagina ko'rishimiz mumkin. Pishgan g'ishtdan qurilgan, montaj ishlari bo'lgan. Devorlari qora suvoq holatda. Bu spalniy qismi. Romlarga yaxshi romlar qo'yilgan. Montajlari yevro montaj bo'lgan. Xo'p, bu mehmonxona qismimiz. Ko'rishimiz mumkin, kattagina, keng. Xo'p, bu maydoni 55 kvadrat. Bu oshxona qismi. Oshxonasi ham keng, bemalol oshxona jihozlarini qo'yib, ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi. Bitta oila uchun juda ham yaxshi joy. Xo'p, aytib o'tgandek, skvoznoy azizlar, buni xonadonimizda hozirgi kunda narxini egalariga srochno pul zarur bo'lib qolibdi. O'zini tan narxidan ham arzonga berishyapti. 20 ming dollarga berib olishar ekan. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot berib, xudo xolasa 20 mingdan ham arzonroq olishga harakat qilamiz.